Xo'p, navbatdagi darsimiz bilan davom ettiramiz. Ya'ni quvurg'alar. Quvurg'alar bizda demak organizmda asosiy vazifasi ko'krak qafasi organlarini himoya qilish. Har xil ta'sirlardan himoya qilish bo'ladi. Demak, bizda 12 juft quvurg'alar bo'ladi. Soni endi quvurg'alarni tuzilishiga keladigan bo'lsak, to'xtaladigan bo'lsak, asosan 2 xil qismdan iborat bo'ladi. Hammasi emas. Aytaylik, oxirgi 2 juftidan tashqari demak 10 jufti bizda 2 qismdan iborat bo'ladi. Demak, orqa qismi. Orqa qismi bizda suyak, oldingi qismi tog'ay ko'rinishda bo'ladi. Va oldidan demak bizda to'sh suyagiga, orqadan esa bizda nima umurtqa pog'onasiga tutashib turadi. Xo'p, 10 jufti. 10 jufti. Oxirgi 2 jufti bizda faqat orqa tomondan birlashadi xolos. Shunga ko'ra, ya'ni bizda to'sh suyagiga birlashishiga ko'ra, oldingi tomon to'sh suyagiga birlashishiga ko'ra biz ularni 3 guruhga bo'lib olamiz. Demak, birinchi guruh bizda bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri demak to'shga kelib birikadigan. Ya'ni shu tog'ay qismi bo'ladi. Tog'ay qismi bilan to'g'ridan-to'g'ri kelib birikadi. Bular demak Costa Vera. Costa Vera, ya'ni Vera degani bu haqiqiy. Haqiqat degani. Demak, haqiqiy qovurg'alar. Ikkinchisi, haqiqiy quvurg'a sonini yozib ketilar. Haqiqiy quvurg'alar dastlabki 7 jufti bo'ladi, ya'ni 7 juft. 14 ta ya'ni. Ikkala tomonda yuqoridan 1 2 3 4 5 6 7. Xo'p, keyingisi demak bizda orqa tomondan umurtqadan kelyapti va mana umurtqadan kelyapti, lekin bizda oldingi tomondan mana orqa tomondan umurtqadan kelyapti, oldingi tomondan tog'ay qismi demak 7-chi quvurg'ani tog'ayga birikadi va shu orqali demak soxta tarzda aytaylik soxta tarzda to'shga kelib birikadi. Shuning uchun bular Costa Sporia. Costa Sporia. Sporia ya'ni soxta. Costa Sporia. Bular demak 7 tadan qolgani, pastdagi qolgani 3 jufti bo'ladi. 3 jufti bo'ladi. Va biz oxirgi 2 juft qovurg'a bizda Costa Fluctuantes. Fluctuantes. Ya'ni Fluctuantes degani qalqib turuvchi, muallaq turuvchi degani, aynan Costa Fluctuantes muallaq turuvchi bizda 2 juftni tashkil qiladi, ya'ni 4 dona. Eng pastki 2 juft. Bu demak orqadan umurtqadan kelib turib, to'shga birikmaydi va qorin muskullari orasida erkin yotadi. Bu demak oldindan to'shga kelib birikishiga ko'ra quvurg'alarni turlari. Xo'p, endi bizda ularni xususiy tuzilishiga kelaylik. Umumiy tuzilishini ko'raylik bitta. Ya'ni bu birlashishida endi umumiy tuzilishi. Umumiy tuzilishi bizda demak oldingi tomonda bosh qismi, biroz ingichkalashgan bo'yin qismi hamda tanasi bo'ladi. Bu orqa tomonda. Demak, bosh qismi collum costa. Caput costa. Caput bosh degani. Mana bu bo'yin qismi demak collum costa hamda tanasi corpus costa. Corpus costa. Demak, caput, collum, corpus. Corpus demak shu bo'yindan to nimani qo'rg'on tog'ay qismigacha davom etadi, suyak qismida. Demak, orqada bizda demak mana bu bosh qismi. Xo'p, har bir qismni alohida ko'ramiz. Demak, kaput qismida nimalar bor? Kaput qismida bizda ko'rinadigan narsa bu fasces articularislar. Ya'ni bo'g'im yuzalar. Fasces articularis capitis costa deyiladi, ya'ni qovurg'a boshini bo'g'im yuzasi. Bu aynan fasces articularisda tuzilish soniga ko'ra qovurg'alarni 2 guruhga bo'lamiz. 2 guruhga. Birinchi guruhida demak bosh qismida, ya'ni caput costada fasces articularis bitta bo'ladi, yaxlit bitta bo'ladi. Bular bizda 1-chi, 11-chi hamda 12-chi qovurg'alar. Esingizda bo'lsa, ko'krak umurtqalarini gaplashayotganimizda atipik umurtqalar deb biz 1-chi, 11-chi hamda 12-chi umurtqalarni olgan edik. Va aynan ularda farqi nima edi boshqalardan? Albatta korpus qismida, ya'ni tana qismida bizda fovea costalisi yaxlit bitta bo'lardi.
yaxlit bitta bo'ladi. Va aynan shuni hisobiga unga kelib birikadigan qovurg'alarda ham bosh qismida bo'g'im yuzasi yaxlit bo'ladi. Va endi ikkinchi guruhida bizda o'sha fassis artikularislar ikkitadan bo'ladi. Bular demak ikkinchidan 10 qovurg'agacha. 10 qovurg'ani o'zi ham shunaqa bo'ladi. Va buni ham yana umurtqa misolida ko'raylik. Umurtqalarda demak bo'g'im tanalari demak bunaqa holatda tushardi va ularda demak ikkitadan bo'g'im nimasi bo'lardi? Yuzasi bo'lardi. Yuqoriga bo'g'im anaqa foviya kassalisi va pastki bo'g'im foviya kassalisi. Pastki foviya kassalisi, ya'ni foviya kassalisi superior, inferior, superior, inferior bo'ladi. Va ularni aynan bittasini, ya'ni tepadagini inferiori bilan pastdagini superiori o'zaro bitta foviya kassalisi hosil qiladi. Va aynan shunga kelib birikadigan qovurg'ada ham bizda ikkita, qovurg'ani boshida ham ikkita shunaqa yuza bo'ladi va u yuza bizda bunaqa qilib chizadigan bo'lsak, mana buni boshi deb tasavvur qilsak, bizda shunaqaroq bo'lar edi. Mana bu fascia articularis capitis costa superior, fascia articularis capitis costa superior et inferior. Va o'rtadagi bizda aynan ikkita yuzani ajratib turadigan mana bu qirra, bu yon tomondan qaraganingizda qirraga o'xshab ko'rinadi va bu bizda crista capitis costa deyiladi. Bo'lib qoldi. Crista capitis costa. Xo'p, demak bizda shu. Va aynan mana shu crista capitis costa aynan mana bu 2 dan 10gacha, ya'ni ikkinchi tur qo'rg'alarga tegishli. Aynan 11, 12larda bo'lmaydi bu narsa. Ularda yaxlit bitta bo'ladi, yaxlit bitta kiradi. Nimaga? Xo'p, endi bizda kaputdagi tuzilmalar shu. Endi kollumga o'tsak. Kollumda bizda ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu tuberkulum. Boshi dedik. Bo'yni dedik va tanasi dedik. Aynan mana bu nimada? Kollum qismida, kollum kostada bizda tuberkulum ko'rinadi. Do'mboqchasi bor. Va tuberkulumning oldingi yuzasida bizda aynan bo'g'im yuzasi hosil qilgan chuqurcha bor. Buni biz fascis articularis tuberculi costa deymiz. Demak, fascis articularis tuberculi costa. Fascis articularis tuberculi costa. Bu aynan nima? Bu aynan demak bizda bu aytaylik umurtqani, ko'krak umurtqasini mana bu yerda tanasiga kelib biriktirib boshi. Va bizda tanadan chiqqandan keyin bitta arkusi bor, arkusda ko'ndalang o'simtasi bor. Esingizda bo'lsa, ko'ndalang o'simtada ham aynan shunaqa bo'g'im yuzasi bor. Fovea cassalis bor chuqurcha. Fovea cassalis processus transversus. Ya'ni ko'ndalang o'simtadagi anaqa qovurg'a chuqurchasi bor edi. Va aynan shunga bizda shu kelib birgan. Kollumda aytaylik boshqa narsa yo'q. Kollumda shu. Va shu umumiy demak tuberkulum costa deymiz. Va bizda aynan kollumdan tanaga o'tish qismida bizda angulus burchak hosil bo'ladi. Buni angulus costa deymiz, angulus costa deymiz. Va tanaga o'tsak, tanani pastki qismida, pastki qirg'og'ida bizda sulcus egat bo'ladi. Va bu egatdan bizda hali qon tomir nerv tizimiga o'tganimizda, gaplashganimizda ko'ramiz. Qon tomirlari, vena, arteriya, nervi, intercostalislar o'tadi, joylashadi. Xo'p, va tanaga bizda o'sha tashqi, ichki qo'rg'alararo muskullar, eng ichki qo'rg'alararo muskullar birikib turadi. Xo'p. Korpus haqida ham gaplashib o'tib ketdik-a? Korpus va kaput, kollum, korpus. Xo'p, endi kelinglar uchli ko'rinishiga o'tamiz. Mana bizda bu qovurg'a, ya'ni mana suyak qismi bu. Suyak qismi mana bu yerda mana bu orqa qism, posterior, ya'ni mana bu yerda umurtqa bo'lishi kerak, ya'ni umurtqa bo'ladi. Umurtqani tanasiga kelib birikyapti bu yerda. Mana bu yerda mana bu yerda davom etadi, tog'ay bo'lib davom etadi va nimaga to'shga kelib birikadi. Xo'p, bizda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismda mana biz boshini ko'rib turibmiz. Boshida aytib o'tganimizdek, mana bu bosh qismi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu aynan 11, 12 umurtqadan tashqari umurtqa ekan, ikkinchi turga kiradigan. Bunda mana yuqori va pastki bo'g'im yuzalar, fascia articularis superior et inferiorlari ko'rib turibsiz. Va bizda bundan qolgani mana bu qism, pushtigacha bizda bo'yin qismi, kollum costa va mana bu yerda demak
tuberculum ko'sta, uni oldingi qismida fasces articularis tuberculi ko'sta bo'ladi. Buni joylashishini ham, ya'ni umurtqaga qanday birikishini ham ko'rib o'tamiz hozir. Va bizda mana bu yerda kollumdan tanaga o'tish qismida mana bu yerda mana burchak hosil bo'lyapti, ya'ni angulus costalis. Va bizda shu qolgan mana bu qism bizda tana, corpus costalis bo'ladi. Va corpus costalisda mana ichki yuzasini ko'radigan bo'lsak, ichki yuzasida mana bu yerda sariq rang bilan ko'rsatilgan. Pastki qirg'og'ida, demak, ichki yuzasini pastki qirg'og'ida sulcus costalis bor. Bu yerda o'sha aytib o'tganimizdek qon tomir, nerv tolalari o'tadi. Xo'p, mana orqa tomondan umurtqaga birikishi, qovurg'ani umurtqaga birikishi. Mana bu korpus bizda. Korpus va undagi mana fovea castalis va bizda arcus, pedunculum, lamina, arcus hamda mana bu yerda ko'ndalang o'simta. Processus transversusdagi mana bu yerda fovea castalis bor. Demak, ikkita joyda birikish bo'lar ekan, aynan qovurg'a bilan umurtqada. Demak, birikyapti. Qovurg'a boshidagi caput costani fasciculus articularisi, umurtqa tanasidagi korpusidagi fovea castalisga. Tuberculum anterior oldidagi fasciculus articularis tuberculi costa demak birikyapti. Mana bu yerda u ko'ndalang o'sig'idagi fovea costalisga ikkita bo'g'im hosil qiladi va bu bo'g'imlar demak qovurg'alarni orqaga harakatini cheklaydi. Va bu mustahkam bo'lgani uchun qisman oldiga ham harakatini cheklasa bo'ladi. Xo'p, bu orqa tomondan birikishi. Endi oldi tomondan birikishi mana bu yerda suyak qismi tog'ay qismiga aylanadi va bizdagi toshdagi insizuralarga kelib birikadi. Demak, insizuralarga bizda tog'aylar kelib birikadi. Tog'ay aytib o'tish kerak. Cartilago costalis bo'ladi. Va bu kelib bizda demak insizura costalisga kelib birikadi. Va shu o'rinda haligi 3 ta guruhni ham aytib ko'rsatib o'tib ketay. Demak, bizda mana 1-chi, 2-chi, 3, 4, 5, 6 hamda 7-chi qovurg'alar bizda nima deyilardi? Costa vera. Ya'ni haqiqiy qovurg'alar to'g'ridan-to'g'ri to'y suyagiga kelib birikyapti. Va bizda keyingi 3 juft qovurg'a. Juft qovurg'a tog'aylari shunday o'zaro kelib turib, demak, nimaga 7-chi qovurg'ani tog'ayiga birikadi va shu orqali to'y suyagiga birikkan bo'lib qoladi. Shuning uchun bular demak costa sporia. Va oxirgi bizda muallaq qovurg'alar, ya'ni costa fluctuantes. Bular qovurg'alar ichida ham atipik qovurg'alar hisoblanadi. Birinchi navbatda buni deylik tog'ay qismi yo'q. Bundan tashqari orqada birikishi ham o'ziga xos. Ya'ni faqatgina mana bosh qismidagi fasciculus articularis tanaga birikadi xolos. Yonida buni tuberkulumi yo'q. Va shu bilan birga shu birikadigan umurtqaning ko'ndalang o'simtasida ham fovea castalis bo'lmaydi va shunday hisobiga ular 0-0, ya'ni faqatgina bir tomondan birikadi. Shuning uchun ham ular muallaq qovurg'alar yoki bizda demak o'zbeklarda yetim qovurg'a deydi. Yetim qovurg'a shular. Xo'p, demak qovurg'a ko'krak qafasi shu tarzda hosil bo'ladi. Xo'p, endi demak qovurg'alar haqida umumiy gaplashib o'tdik. Va asosiy ikkita o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan qovurg'a bor. Bular birinchi hamda ikkinchi qovurg'alar. Ular haqida ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Va bundan oldin kelinglar qovurg'alarning yuzalari va qirralari haqida gaplashib o'taylik. Xo'p, qovurg'alarda yuza bor, fassis va qirra bor. Krista. Shunisi bilan birga, ya'ni birinchi qovurg'a bizda farqli shunda, qolgan hammasi bir xil bo'ladi. Tuzilishida. Aynan shu fassislari va qirralari tuzilishida. Demak, bu qanaqa? Oldin mana buni ko'rib olinglar mana. Demak, qovurg'a qisman yassilashgan, mana yassi shuning uchun yuza hosil bo'ladi. Demak, yassi va birinchi qovurg'a, mana birinchi qovurg'a e'tibor beringlar. Gorizontal holatda, yassiligi gorizontal holatda joylashgan. Ya'ni yassi. Lekin keyingi umurtqalar bizda, keyingi qovurg'alar bizda mana yuzasi yassiligi vertikal holatda. Ya'ni birinchi qovurg'a bunaqa gorizontal yassi bo'lib joylashsa, keyingi qovurg'alar bu vertikal yassi bo'lib joylashadi. Shuning uchun ham ularning yuzalarida farq bor. Va bu yerda fassisini
yozaylik. Bu yerda kristasini yozaylik. Krista qirg'og'i, qirrasi. Xo'p, birinchi qovurg'ada bizni yassi, gorizontal yassi bo'lganligi uchun yuzasi superior et inferior bo'ladi. Ya'ni yuqori va pastki yuza bo'ladi. Qolganlarida aytilsa, qolganlarida anterior et posterior yuzalar farqlanadi. Oldingi hamda orqa yuzalar. Kristalarga keladigan bo'lsak, birinchi qovurg'ada demak gorizontal yassi bo'lganligi uchun, mana bunaqa gorizontal yassi bo'lganligi uchun oldingi va orqa anterior et posterior kristalar, krista anterior, krista posterior farqlanadi. Qolgan qovurg'alarda esa aksincha superior, ya'ni yuqori va inferior, pastki qirralar bo'ladi. Shu jadvalni shunday yozib olsalar, shunday yodlab olsangiz bo'ldi. Demak, farqi shu. Bu nimaga kerak? Aynan masalan biror narsa gapirayotganda birinchi qovurg'ani yuqori yuzasi deb gapirish kerak. Qolganlarida esa yuqori yuza bo'lmaydi. Oldingi orqa yuza bo'ladi. Shunda adashib ketmaslik kerak. Shuni farqlab olish uchun. Va bizda birinchi qovurg'ada, ya'ni costa prima deyiladi, birinchi qovurg'a. Ikkita egat farqlanadi. Bular demak mana bu. Mana bu yerda. Mana bu yerda bo'ladi. Demak, bular nima uchun? Bu egatlardan biri demak arteriya subklaviya, ya'ni o'mroq osti arteriyasi. Bunisi esa vena subklaviya. Vena subklaviya, ya'ni o'mroq osti venasi o'tadigan egat bo'ladi. Va ularning o'rtasida do'mboqcha bo'ladi, tuberculum musculus scaleni anterior, ya'ni narvonsimon muskul, narvonsimon muskulni bir uchga birikadigan do'mboqcha bo'ladi. Birinchi qovurg'ada demak shu. Bizda demak qovurg'alar haqida asosiy ma'lumotlar